Assalomu alaykum. Sizlar Uz kanali obunachilari YouTube chorva ishqibozlar. Aziz tomoshabinlar, mana sizlarga Simmental germanskiy gibrid buzovlarni so'raganlar, sigir so'raganlar, mana koniga keldim akalar. Hammasidan bor akalar. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. Qisqasi sutimizdan to katta sigirigacha bor. Hammasidan bor akalar. Qisir olaman deganlar, qisir, bo'g'oz, hammasidan bor qisqasi akalar. Uzun videomiz cho'ziladi akalar, ko'rasizlar. Hammasini ma'lumotini aytib ketaman akalar. Anaqa sutdan chiqqanlari ham bor akalar. Toza qonli simmentallarni akalar. Misol sut qo'shib olaman 1 oylik, 2 oylik, 5 oylikgacha bo'lgan buzovlar bor akalar. G'unajin, novosan bo'lsa kerak ichida. Bu yerda mol o'ta ko'p ekan akalar. Anaqa sigir, puli yengil, qimmat, hammasidan bor akalar. Like bosing akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying akalar. Hammasini egasi uchun ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'ida ekan akalar. Dehqonimiz bilan savdolashib, misol olaverasizlar akalar mana. 1 oylik, 1,5 oylik o'rnachinchilarni, bittasi 5 oylik ekan. Akalar mana ko'ringlar, boshidan mana sutimni so'raganlarga misol 1 oylik, 1 oylikmi bu, 2 oylikmi? 1,5 oylik bo'lgan. 1,5 oylik. Bu yerda faqat g'unajin, bu yerda hammasi. Akalar 3 dona g'unajincha bor ekan. Misol mana bular yetim akalar. Hozir bir donasi yana o'zini zo'skiga o'zini bolasi bor ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Videoning o'rtalarida boradi, turing akalar. Mana sigirlarni chiqarishimiz sababi akalar, misol mana buzovlar 1 oy, 1,5 oylik, yana 2 oylik sut berib, palon qilib olaman deganlarga mana sigiri bilan birga akalar, qo'shib olaman deganlarga mana toza qonli simmentallar akalar. Puli yengil akalar. Misol bozorda ham bu qanaqaga topa olmaydigan sigirlar akalar. Ko'ringlar, qisir sog'da sigir. Misol buzov qo'shib mashinani boqib olaman deganlarga alohida ham sotilaverar ekan, opshiga ham sotilaverar ekan. Mana. Hop, mana sigiring nech pul mana? Nech kurak bu? 4 kurak. Bitta birinchi qoringa tuqqan. Hop, akalar, bitta tuqqan, birinchi qoringa tuqqan sigir. Mol but-butun, hamma yoq joyida, prosta qaro zo'r bo'lgan. Endi qochganmiz, qochmaganmiz, buni novas bilan yuribdi ekan akalar. Novasni ham ko'rasizlar akalar, hozir video davomida ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Bo'g'ozlari ham bor mashinani akalar. Hop. Nech pul ekan mana sigiringni o'zi, hozir misol qisiringni o'zi, ani bolalarini misol qo'shib olaman desa, bittasini qo'shib olaveradi. Bolalar birartani 1,5 oylik buzovlardan qo'shib olaman desa, ina bola, misol ikkita buzov ekan, bir xil. Ha, ikkita buzov bir xil. Ikkita sigirga bittadan ekan. Misol ina bola deymizmi uka? Ina bola qo'llamansa, ina bola ketaveradi. Mana uchun mana 5 oyliging. 5 oylikmi, 4 oylikmi bu? 5 oylik. Nech pul mashina o'zi, uka mashina o'zini aytib ketaylik. 27 million. 27 million akalar, mana 5 oylik, bo'yi 1,5lik, toza qonli simmental g'unajincha akalar, mana sutdan chiqqan misol akalar. Mana ko'ringlar, rangi ham o'ziga kelgan. G'unajin emas, 1,5 bo'ylari akalar. Hop, mana bittasi akalar. Mana bittasi akalar, mana. G'unajinchamiz mana akalar. Ay sigirga xohlaylar unisiga. Hozir mana qizili ko'pi, mana uni yemayapti, mana sigirni. Ikkita buzov, mana sigirni ham o'radi, tanlamaydi u. U ham bu ham, ha? Mana buzov tanlamaydi. Sigirlar ham demaydi, ha? Sigirlari bir 8 o'ntadan suti bor. Hop, 8 dan. Bu ham 4 kurakmi, mana shu ham, mana sigir ham. Bir xil 4 kurakda. Ismoil uka hozir mana shu bittadan qo'shib olgan, misol ukosi ham bir xil ekan simmentallar. Maydalar. Nech puldan uka mana shu ikkita sigiring? Ina bola hisobda. Ikkita buzovdan tanlab olaveradi, 50 milliondan ketaveradi. 50 million. Mana shu 4tasida, endi ikkita buzov, mana ikkitasi bo'lib, ha? Mana g'unajin. Nima deysan uka? Qo'tasa delillar bo'ladi, kishi. Ha, mana o'zi 27 million so'm obunachilar, 5 oylik, ani 1,5 oylik buzovlar, misol hech yo'q, 2 choy yana sut berib olish kerak akalar. Misol o'tga kirgani. 50 milliondan ketaveradi. Mana misol akalar, xohlasanglar misol mana zo'r bo'lsa akalar 30 milliondan deyapti. Mana shu sigirlarni 30 millionda bozorda ham bermaydi-ku. Bunaqa toza simmentallar akalar. Bozorda ham bermaydi. Qarang akalar. Bo'ylari o'sha 1,40 plyusdagi sigirlar akalar, 1,40 plyusdagi. 1,45, shu 40 plyusdagi sigirlar akalar, mana ular. Mana 4 ta suskasi ham ishlaydigan akalar, mana 4 ta suskasi 4 joyda. Hozir buzovlar chopirlashib pishadi. Zagondan olib kiruvdik mana sigirlarni. Men aytmoqchi,
bunga mana buzuvlarning kichkina ekan, dehqonga hozir biz sutdan chiqarib yuborgani bo'lmaydi. O'shaning uchun birorta sigirlaringdan bo'lsa aytdi dedim, olib kirdim mana akalar. Mana to'rtta suskasi butun. Pul yengil tushsin dedim. Mana olib chiqdi akalar. 30 million so'mdan xohlasanglar buni olinglar, xohlasanglar buni olinglar. Xohlasanglar mana buzuvlardan bittasini qo'shib olinglar. 50 million so'm kami bor akalar. Yo, misol mana buzuvni o'zini olaman deganlarga akalar, ikkosini hop 44 million so'm narx aytayapti akalar. Bir joyga bo'lsa mana shu ikkita qo'najincha 1,5 oylik. Ikkosi bir xil holat degan akalar. Mana olasi sal polvonroq. Bu ham polvonroq. Endi sut ichib turgan buzuvlar endi polvon bo'ladi akalar. Ko'ringlar, o'limdan chiqqan. Hozir misol mashinalarning yangi tug'ilgani ham akalar 20 million so'm bo'lyapti. Qo'najinchalar. Endi bu o'tga kirgan, o'limdan chiqqan buzuvlar. Hozir yana bitta sigirimiz bor. Zavodskiy o'zini bolasi bor. Uni ham ko'rasizlar akalar. Hop, mana akalar. Mana joy sal qorong'iroq ekan akalar. Uni sal qo'rqmayman hozir. Imkon darajada hozir mana shuni shoxi bor ekan. Nariginasi to'qol ekan akalar. Mana bunisi rangi sal chiroyli bor. Lekin foyda qilaman deganlarga raza foyda qiladigan. Misol qoringa bola tushgandan keyin bu yetilsa akalar biroslarga 50 million, 55 millionga bermaydi bunaqa sigirni. YouTube bo'g'azini. Ya'ni ham shu birinchi qoringa tuqqan, ikkinchi qoringa bo'g'az bo'ladi agar. Qochgan bo'lsa baxting akalar. Mana buzovdan xudo xolisa mana bitta buzovni chiroyli boqib qo'ysangiz, mana arzimagan pulga olib ketadi mana sigir. Nakka bosamiz akalar. Hop. Yana boshqasini o'tdik endi ko'ramiz. Mana xonajincha necha kunlik bo'ldi mana shu bir dona xonajincha alohida ham aytib ketaylik mana shu ko'rsatmamiz aka. 120 kunlik bo'ldi. Endi o'zi kelyapti u. Ich ketganmi yoshligida? Asal chararoq bo'lganmi o'lashdan ularga. Necha pul ekan mana shu buzuvcha? O'zim tuzatib olaman, 16 million ketaveradi. 16 millionga mana akalar, toza semental, avstriyskiy semental. Hozir yaxshimi holati, ichi o'tganmi hozir? Ichi yaxshi. Endi bir 15 kundan keyin sekin o'tadi. Mana akalar, ko'ringlar. 16 million so'mga. Mana shvedchi, gibrid shved. Yo, inasi bo'lsa. Akalar, mashina yaxshilab ko'rib olinglar. Mana shved 10-chi. Bu ham shu 1 oylikka borib bo'lmagan shekilli, yo kichikroqmi? Bo'lsa 1 oylik bo'lyapti-da. Mana akalar, ko'ringlar. Uni kichik ekan mana shved bo'lasi, german shved bo'lasi. Sigirni ko'ramaygina, ko'rsatamaygina, yelimi ham o'zi yomon ekan. Hop, ba'zi obunachilar mana buzuvni ham chiqardik, mana germanskiy shved qaranglar, 1.60 keladigan mana gigant. Haqiqiy sutga ishlayman degan fermer akalarga qaranglar, yelimmi. Mol tayk nima bo'lib, yaqinda tuqqan ekan jonivar. Mana hali sutga endi kirgan mol mana. Necha oylik, uka nechinchisiga tuqqan bu katta? Biz olganmiz, ikkinchisiga deyishgan. Necha kurak buni? Kurakni ko'rganmisizlar? 6 kurak chiqardi oldinlarini. Birinchisiga tug'ib chiqdi yo ikkinchisiga? 6-chi kurak bo'lgan, 6 ta kurak ko'rishdi. Ittiroq ochgan ekan mol birinchisiga. Hop. Bu ikkinchi bolasi, to'g'rimi? Ikkinchi bolasi bu, ha. Ha, shu. Akalar mana ko'ringlar. Mol katta, rangi ham kelgan. Mana haqiqiy germanskiy shved. Nemis deydimi buni? Nemiskimi? Mana akalar. Uka bu mashi bo'g'azligida qancha? 5200 dollarga sotilgan bo'g'az mashi emasmi aka? Asha. Mashimi kimda qaysi kanalda chiqadi aka mashi? Hop, Agarozdan kimlar chiqqan 5200 ga olishgan. 5200 dollarga dehqon olgan buni. Hozir bu ukamiz olibdi buni. Hozir mashi molni mana tuqqandan keyin mana shu ukamiz olibdi. Uka, hozir 5200 dollar qo'yamizmi? Qancha qo'yamiz endi bolasini yoniga qo'yib olib? Bu mollar 5200 ga berib yuboramiz biz. 5200 ga akalar mana bo'g'azligida sotilgan Abrorozda chiqqanda endi ha. Rashida qaysi bunaqa chiqqan pullar 5200 dollarga olishgan bizni. Sotamiz endi. Nechta sut beryapti ekan bu uka? 15 dan 20 oralig'i. Bu yelimda bu jonivar 25 ta sut aytadi bu jonivar. To'g'ri endi ishlaydi. Akalar mana 5200 dollar, misol 5200 dollar qancha pul bo'ladi hozir bizning pulga? 62 million bo'ladimi? Yo'q, he. 62 million oshiqroq bo'ladi. Uka kami bor o'san, kamini ham qilib berasanmi uka? Yo'q. Nima deysan? Akalar qilinglar, telefon qilinglar. Mashina ol mana. 40-45 nomerdagi o'sha
qaysi kanalda bo'lsa ham ko'rganlar kommentariyaga yozib ketasizlar. Mana shu sigir, ammo bo'yi haqiqatda katta akalar. Mol sifati ham, so'zkalari ham zo'r. Gibrid ham bor. Hozir mana gibridni ham ko'ringlar. Troshka. Bu 5 oylik bo'g'oz. Janovar. Mol bu ham zo'r-ku. 5 oylik bo'ldi, o'zi qilingan. Haqiqiy ishqibozlar olgan ekan aka. Buni olgan odam. Mana akalar. Mol mana shu 1.60 mana shu germanskiy bilan bir xil. Bu Galeshtenga semental gibrid ish kerak-a bu? Galeshtenga semental gibrid. Hozir sementaldan qo'shgan, sementaldan. Bu o'zi sementaldan qochgan. Hozir bo'g'oz-a bu? 5 oylik bo'ldi, 20 litr suti bor, garantiya suti. 20 taga garantiya sut. Sutga. Nechinchi qorin? Bu ham ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Hop, 4-chi quraylari endi chiqdi. To'l quray. Mana qarang akalar, mana hozir qochma. Bo'g'azmi? Bo'g'az emas, mana shu semental. Endi qochadi. Akalar, mana mashina sheriklari ham bu ham sotiladi-a? Bunga sotiladi. Garantiyami? Nechi pul uka bu? Bu hamma sog'lom, beskimatga emas. Hop. Tuyog'i ashi mol turayotgan nimada urgani tuyog'i temirga. Ha doktor ko'rib davolab berdi, tuzaldi o'zi. Oldi oyog'i. Mana akalar, ko'ring, baliq olib ketibdi jani. Mana qarang akalar. Nechi pul uka mana shu? Bu 41 million. O gap yo'q. Akalar, mana semental mashina sheriklarini adashmasam 48 milliondan bo'g'ozlarni sotilmaydi-ku. 48 dan sotilyapti. Bu endi ovoz qo'shadi. Lekin adashmasam mashi o'shalardan ham kuchli edi mashi. Ashi oyog'i Bu oyog'i shu sababdan qolyapti, to'g'rimi? Mana qarang akalar. Oyog'i qo'mapti pashta akalar, mana qo'latini qarang. O'sha oldi oyog'i bitta oyog'i sal qolgan. Endi yashindan nima bo'lgandi? 41 million so'mga akalar mana. Toza qonlik. U bila semental. Mana qarang akalar, holatini qarang. Buqa xijolatdan buni oldi. 41 million. Uka, meni bo'g'azingiz nima deysiz? bu bo'g'oz 5 oylik bo'g'oz 20 tadan oshib beryapti. 20 taga tekshirib olishaveradi. Hop. Ikkinchisi tug'adi, qorindagi ikkinchisi. Birinchisiga tuqqan, ikkinchisiga hop. 57 million berishaveradi. 57 million berishaveradi. Kami bor-a? Mana akalar. Mana akalar. Ammo akalar mol holatiga ham arzon akalar. Misol qonidagi bolasi bor. Bu Galeshtenlar, misol Galeshtenda urganingizda ham akalar, qoniga bola tushirish ham oson emas. Mana akalar, naq qonida 5 oylik bo'g'oz akalar. Kelasizlar, tekshirib olasizlar doktorina bilan kelib akalar. Mana to'rtta suskasi ham 4 joyda bir xilda turibdi akalar. Sutga ishlayman deganlar akalar, mana 20 ta sutga garantiya deyapti. Misol chiroyli boqsangiz undan ham oshib ketadi. Ammo jasadiga katta mo'l. Nariga sigirni ham qutlatmaydi. U bilaman, привозной sigirmi bu? Bu ham bu yoshi 1.60 ga borib qoladi akalar, mana qarang, kattaligini. Bu suti bormi, suti yo'qmi uka buni? Suti kam. Suti kammi buni? Ittira tuqqanda bu. Nechi pul uka buni narxi? Bu ham 6 kurami? Bu ham 6 kura 8 dan chiqdi menimcha bunisi. Nechi pul uka buni narxi? Endi hop 4 kun bo'ldi, navbatligida endi. Urug'da qochmagan ekan, lekin urug' qo'yibdi, qochmabdi. Biz navbatga qo'ydik endi. Bu qadar bo'ldi. Turgun bo'ldi qo'yganimizga. Jumanboy ke mashina haydachuk. Da aqi tortchuk. Ke qo'g'ma video olmayman sen. Mana qarang akalar. Molli kattaligini qarang, janovar. Qarang. Ismoil nechi pul uka bu? 42 million aka. 42 million. Qochganligi garantiya emas, lekin urug' qo'yilgan. Yo'q, novvos irg'ida, novvos. Novvos irg'ida, o'zingda irg'idami? O'zingda qoshirdingmi? O'zing novvosini. Mana akalar, o'zim kuyi kelib qochdi mana. Ammo mol katta. Haqiqatda katta akalar. Suskalari mana buzuvlari tagida yurar ekan, chala chulpa qilib emib, aynab yurar ekan. Lekin butun suskalari. Bittasi suti bor, bittasi suti yo'q. Hozir kechga sog'ar ekan, o'shanda bir xil bo'lar ekan. Suskalari ham akalar mana. Ammo mol katta. Jonivar. Holatiga qarab. Mana sigirchuka. Bu sigir ashi bolasi, bularning o'ziniki. Yarim oy bo'ldi tuqqaniga. Tuyoqlar ham yashuvda sigirniki tozalamadik bo'g'ozda. Hozir doktor tozaladi. Hozir oqsoqlar juryapti, bir 15-20 kunda o'zi keladi. Ha, endi yashindan chiqqan, oyog'ini tozalatgansizlar.
Mana beylab ham qo'yibdi-ku doktor, ha. Bo'g'oz davrida tozalab bo'lmasdi-da. To'g'ri. Akalar mana bo'lsa ham 2 kurayda, mana shu mol. Men o'zim ko'rdim mana. Birinchi bolasi. Mana akalar. 10 ta 12 ta sut sog'adi bolasidan tashqari. Bolasi bu. Ismoil misol tushungan odam, misol ana hammaniki ham misol yashil bo'ldi. O'zim mollarim ham yashil bo'ldi. Tuyoqni kesdim, 5-10 kun bari bir oyga bildirar ekan, tuyoq kesgandan keyin. Ammo sog'ayib ketar ekan mol. Hozir ishi nima bo'lib ketdi-da. Misol necha pulga berasan aka, misol mana shu molni? Agar olib ketaman chiqsa 51 million beraveradi. 51 million. Bolasi xonajinchi, ha? Bolasi bo'ladi. Kami bormi-ku, yo'qmi? Hozir ketyapti. Akalar mana so'zkechalari ham biz mo'ljalda-ku, bu 1,5 oylikka o'xshamayapti-ku bolasi. 20 kun, 30 kunlikka o'xshayapti polvon. O'zini bolasi. Akalar mana tagida yurib yurgan buzoq bolasi o'zini zavodskiy. Novotrang ekan akalar. Shoxi yo'q. 51 million akalar. So'ng mana bolasi ham 21-22 million bo'lsa, mana mol yaqinda tuqqan mol akalar. Oyog'i lekin tuzaladigan narsa akalar. Asosiysi kestirib qo'yibgan. Hozir ko'chmagan mollar yashin bo'lib, oyoq tuyoqlar ko'chmagan molniki ham bo'lmadi. Qolmadi qisqasi. Lekin mol holati zo'r. Bo'sh qaytarni o'qlaydi. Qiziqqanlar bo'lsa, hozir majburiy emas, tuzatib bo'lsa ham sotaman deyapti-yu. Majburiy emas, ishqibozlari bo'lsa 51 million so'm bolasi bilan mana birinchi qo'linga tuqqan mol. Endi ko'ringlar, hozir sizlarga bo'g'ozlarga o'tkazamiz. Bo'g'ozlarni ko'rasizlar, akalar, qisirlarni ko'rasizlar, sut yo'qlarni ko'rasizlar, akalar, zo'rlarni ko'rasizlar qisqasi. Mashalloh degan joytidan akalar, mana ko'ringlar mollarni. Turishini qaranglar, mana qaranglar. Mana buqa kelish. Mana shu buqadan hozir uruqqa mana shu buqa yuribdi ekan akalar. Preshar. Avvalda nima buqaman qaranglar. Buqa ham normalniy buqa. Xudo xolasa bu sotmayman dedi. Buni dolisam sizga beraman deganda qilyapti. Buni o'zimga olib ketaman xudo xolasa. Hozir men ularni qochirib olsin deyapti. Bir ikkita qisirlari bor ekan. Hop, uka bularning ichida qochgani bormi yo'qmi uka? Ikkitasi qochdi, ikkitasi eski marka bo'ladi. Bu katta qiz. Mana katta-ya? Mana katta-ya? U jonivor. Akalar, mana sizlarga ochiqchasini aytyapti. Mana molni qaranglar. 8 kilo keladigan mol akalar. Mana 8 kilo kam emas mol. Mol mana buqani oldidagi holatini ko'ringlar. Ismoil, buni detskiy matkalarni qayerdan bilding uka? Mana akalar, so'skasini ko'ryapsizlarmi? Kichkina mashi jasadga kichkina detskiy matka. Aybini aytyapti akalar. So'skasi ham bor, misol orqasi ham bilmaydi, o'zida biladi. Endi yolg'on gapirib kerak yo'q aka. To'g'ri. Qassob odam bo'lsa, mana shu bilan o'larga burchakdagi turishini qarang akalar. O jonivor. Ismoil, yana bittasi qaysi deding? Manumi Nova. Manova Nova Trang. Mana qarang akalar. Qanaqangiz zo'r mol detskiy matka chiqqanini qarang akalar. Turishini qarang akalar. Mashalloh. Ammo haqiqatda gigant mollar. Gigant. Ismoil, necha pul mana shu ikkita detskiy matka? Ammo suyulgani uvaling iloji yo'q taqdirda endi bu. Qarashmaydigan narxi 72 million. 72 million. O'tib berasan uka, kamini ham aytasan xudo xolasa. Misol hamma ham baribir so'raydi uka. Ammo mollar katta, agar bo'g'az bu uka butun bo'lganda bu mollarning 60 million so'm bitta mashq holatiga hamda. Ishqibozi indamay nima qilib ketardi bu mollarni, zo'rlari detskiy matga chiqqanini qarang. Uka, bu o'tgan safargi 40 talik partiyaning ichida chiqqanlarimi bu? Asha chiqdi-da ichida. Hop, yana qaysi? Manuchi bu. Ashi ko'p qochdi. Qochdi. Ha, mana Nova Trang ham qochdi, Nova Trang qochdi. Nova Trangga 10 kun bo'ldi. Ha. O kecha qochdi belgisi. Turib berdimi molga? Burayda bittadan tuqqan. Oyoqlari og'rib qolgan, baqa olib qo'yib endi davolab bari tuzaldi. Qarang akalar. Bo'ylari akalar, bo'ylari eng kichiklar mana shu ekan. 1.40-45 atrofida ekan. Mana ular lekin manasi ham shunaqa ekan, mana u lekin 1,5 metr balandroq akalar, mana katta nargimiz. Endi quyuq-suyuqqa aytyapti 72 million deb akalar. Qossob akalar, qiziqinglar ishqibozlari bo'lsa. Ahlingizni telefon qiling akalar.
kamini ham qilib beradi-yu, lekin mol katta haqiqatda. Uka nechi pul mana uning? Mana nuqtasi bor. 30 million kami bor uka. Yaxshi ammo ochdan tushi ham mumkin. Kecha endi. Endi suti yo'q-da-ku, suti borlaringni aytdi. Endi buni suti yo'q-ku. Akalar mana telefon qilinglar mana. Misol qochganmi, mol olganmi, olmaganmi, lekin 30 million kami bor. Misol telefon qilsang ancha o'tib beradi. O'zida akalar. Mana unisi lekin nechi pul uka mana shu Novatrang? Mana shu o'zim ham ish qilibman agar. Oyoqlar tuzalib qopti bu ham yashindan chiqqan ekan. Qarang, turishini qarang. Mashalloh. 40 million kami bor. Hop, qolmadi. Hozir bu yerda adashmasam bir 20 ta mollaring chiqardi shekilli-ku, 20 ta mol chiqdi shekilli bu yerda. Buqa sotilmaydi, ha. Ismoil jiz etadigan chiqib qolsa bor, seni ham jiz etadigan pulni eshitsang-da, yo'qadigan chiqib qolsa, nechi pul mana shu buqang? aka, mollarni qancha turay sotamiz? Mana shu sizni gruppaga qo'yib sotaveramiz aka. Akalar mana ko'ringlar. Gapga. Buqani. Agar nima bo'lmasa mana molxonamni ko'rasizlar mana shu buqani. Men o'zim olib ketaman mana shu buqani. Rossiyskimni so'ydirib, o'rniga mashina qo'yib qo'yaman urug'liqqa zotga. Buqa haqiqatda zo'r ekan, lekin. Qarang, turishini. O'ta beg'am ekan jonivar. Dakki bosamiz akalar. Videomiz kamchiliklar chiqqanmiz, uzr so'rayman akalar. Imkon daraja yaxshi olishga harakat qildim akalar. Polni ichida. Dakki bosamiz akalar.